Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Xudo xolasa Namanganda ishlarimizni tugatdik. Xo'p, sapajoylari keyin kelarkan, keyin ustanovka bo'ladi. Hozir ustanovka ishlarini tugatdik. Bu obyektimizga prayomlar ham qildik. 7 ta prayom, 5 ta 2 qanotli eshik, 2 ta 3 qanotli eshik, 11 ta 1 qanotli eshik ustanovka qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka xizmatlarini qilib berdik. Bu tarafda 3 qanotli eshigimiz ko'rinishi. Plyunkali aynaklardan bugun palasali chiroyli qilib ustanovkalar qilib berdik. Bu tarafga ham xuddi o'sha rasmiyatda bir xil ko'rinishda yonma-yon bo'lib 3 qanotli eshiklar tushgan. Bu bir qanotlisi. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa magnit mexanizm italyanskiy Nobel firmaniki. Ruchkalari Nobel, mexanizm italyanskiy. Chiroyli qilib ustanovkalarni tugatdik xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.